Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Medify Warriors jamoasi a'zosi Anvar Hasanovich. Galdagi mavzumiz fruktoza metabolizmi. Fruktoza. Fruktoza bu glyukoza va galaktoza kabi monosaxarid bo'lib, asosan meva va asal tarkibida uchraydi. Ko'pgina holatlarda saxaroza disaxarid tarkibida ham uchrashi mumkin. Saxaroza oziq orqali qabul qilingan saxaroza fermenti orqali glyukoza va fruktoza parchalanadi. Meva va asal esa to'g'ridan to'g'ri fruktoza hosil qiladi. Va ana endi ichak bo'shlig'ida hazmlangan fruktoza qonga qanday absorpsiyalanadi? Qonga GLUT5 transporterlar orqali yengillashgan diffuziya orqali qonga absorpsiyalanadi. Va ana endi qon ichida harakatlanib yurgan fruktoza ikki xil metabolizmga kirishi mumkin. Ya'ni jigar va buyrakning proksimal lay hujayralarida bir xil metabolizmga kirsa, shu ikkita hujayradan boshqa barcha hujayralarda esa boshqacha metabolizmga uchraydi. Birinchi bo'lib sizlar bilan jigar va proksimal laylarda qanday kechishini ko'ramiz. Bu jarayonlarni tugatgandan so'ng boshqa hujayralarda qanday qilib metabolizmga uchrashini ko'rib chiqamiz. Demak, jigar misolida ko'ramiz. Buyrakning proksimal laylar hujayralarida ham xuddi shunday kechadi. Ichak bo'shlig'idan so'rilgan fruktoza portal qon orqali yig'ilib jigarga yetib keladi va jigarda GLUT2 transporterlar orqali kiradi va fruktokinaza fermenti orqali fosforilanib fruktoza bir fosfatga aylantiriladi. Va bu jarayonda bitta ATF sarflanib ADF hosil qilinadi. Endi hosil bo'lgan fruktoza bir fosfat aldolaza B fermenti orqali dehidroksiaseton fosfat va glitseraldegidga aylanadi. Va glitseraldegid keyin o'zining metabolizmi natijasida glitseraldegid 3 fosfatga aylanadi. Va hosil bo'lgan glitseraldegid 3 fosfat va dehidroksiaseton fosfat bu ikkalasi glikoliz mahsuloti hisoblanadi. Bu ikkita moddani glikoliz mavzusida ham gaplashib chiqqandik. Ana endi bu ikkita modda organizm ehtiyojiga qarab, energiya ehtiyojiga qarab quyidagi yo'llarga kirgizish mumkin. Glikoliz, glikogenez va glikoneogenez. Agarda hujayrada energiya kam bo'lsa, ATFga ehtiyoj ko'p bo'lsa, glikoliz kiradi. Energiya to'la bo'lsa, ATF yetarli bo'lsa, hujayraga ortiqcha energiya kerak emas. Ana endi glukozani zaxira qilib qo'yish kerak va bunda glikogenez ketadi. Agarda hujayrada tashqaridan oziq tushmasa va qonda glukoza chiqarish kerak bo'lsa agar, glikoneogenez yo'liga kirish mumkin. Bu jarayonda shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, fruktoza metabolizm natijasida glikolizga kirishi mumkin deb aytdik, to'g'rimi? Lekin bu jarayon dehidroksiaseton fosfat va glitseraldegid 3 fosfat orqali davom etyapti. Va bu jarayon fruktoza glikoliz metabolizmini ko'rgandikki, rate limiting enzim, ya'ni fosfofruktokinazda bir fermenti bor edi. Bu ferment 3-reaksiyani tormozlab turardi. O'sha tormozlash natijasida biz glikolizni oldinga yoki orqaga ketishini boshqarishimiz mumkin edi. Lekin bu hosil bo'lgan moddalar 3-reaksiyadan keyingi moddalar hisoblanadi va u jarayon chetlab o'tadi. Va bu degani bu jarayonni biz boshqara olmaymiz degani. Shuning uchun ham o'zida fruktoza tutgan moddalar, ya'ni fruktoza tutgan ichimliklarni ichishimiz yoki mevalarni qabul qilishimiz, iste'mol qilishimiz glikoliz, ya'ni energiya bilan ta'minlashni juda ham tez va oson yo'li hisoblanadi. Bu eng high yield pointlardan biri hisoblanadi. Ana endi jigar va buyrakning proksimal laylarida qanday kechishini ko'rib chiqdik. Ana endi boshqa barcha hujayralarda qanday kechishini ko'ramiz. Boshqa barcha hujayralarda qon orqali kelib, geksokinaza yordamida fruktoza 6 fosfatga aylanadi. Fruktoza 6 fosfat ham glikoliz mahsuloti va ana endi u glikolizga kirib ketishi mumkin yoki PPP, ya'ni pentoza fosfat pezvey, pentoza fosfat yo'liga kirib ketishi mumkin. Umumiy fruktoza metabolizmi shulardan iborat. Ana endi sizlar bilan fruktoza metabolizmiga oid ikkita kasallik haqida gaplashib chiqamiz. Birinchisi, fruktokinaza defitsiti natijasida kelib chiqadigan kasallik. Bu kasallik avtosomal resessiv kasallik hisoblanib, xavfsiz hisoblanadi. Nima uchun xavfsiz? Bu yerda gaplashgandik. Fruktokinaza fermenti qondan so'rilgan fruktozani GLUT2 transporterdan o'tgandan so'ng fruktoza bir fosfatga aylantiradi. Lekin bu jarayonda fruktokinaza fermenti yetishmagandan so'ng bu qonda to'planadi.
qonda to'planishi bizga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Chunki qonda ko'paygan fruktoza boshqa hujayralarda geksokinaz orqali metabolizmga uchrashi mumkin va fruktoza 6 fosfat hosil qiladi va yana glikolizga kirib keta oladi. Tushundingmi? Jigar yoki buyrakning proksimal naylarida aylanmasligi mumkin, chunki fruktokinaza fermenti yo'q, lekin boshqa barcha hujayralarda geksokinaz bor. Shu geksokinaz fermenti orqali fruktoza 6 fosfatga aylantiriladi va metabolizm davom ettiriladi. Bu birinchi kasalligimiz edi. Demak, birinchi kasalligimiz xavfsiz turi hisoblanadi. Ikkinchisi aldolaza B fermenti defitsit hisoblanadi. Bu ferment defitsiti avtosomal resessiv kasallik hisoblanib, 20 mingta boladan bittasi uchraydi. 20 mingta boladan birida uchrashi bir nechta simptomlar bilan farqlanadi. Jigar zararlanishi, gepatomegaliya, gipoglikemiya, giperbilirubinemiya, qusish, sariqlik, sirroz, letargiya, Fanconi sindromi va katarakta. Ana endi sizlar bilan bu simptomlar qanday kelib chiqishini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, normal holatda aldolaza B fermenti nima qilardi? Aldolaza B fermenti fruktoza 1 fosfatni 2 teng 2 ajratib, dehidroksiaseton fosfat va glitseraldegiga parchalardi. Ana endi shu fermentga defitsit bo'lish natijasida defitsit kelib chiqish natijasida fruktoza 1 fosfat bu moddalarga aylana olmaydi va buning miqdori jigarda oshib ketadi. Bu modda tuzilish jihatdan juda ham zaharli hisoblanadi va buning jigarda ko'payishi intoksikatsiyaga sabab bo'ladi. Birinchisi, jigarning zararlanishi. Jigar qanday holatlarda zararlanadi? Jigar fruktoza 1 fosfat deb aytdik, to'g'rimi? Bu modda juda ham zaharli hisoblanadi va jigarda to'planishi zaharlanish keltirib chiqaradi va jigar zaharlanadi. Ikkinchisi, gepatomegaliya. Gepatomegaliya bu jigarning kattalashi hisoblanadi, to'g'rimi? Gepatomegaliyada qanday kelib chiqyapti? Fruktoza 1 fosfat ko'payishi natijasida jigar intoksikatsiya bo'ldi va jigardagi boshqa barcha jarayonlar ham to'xtaydi. Jigarda qanday jarayonlar kechayotgan bo'lsa, barchasi to'xtaydi, ichkarida moddalar to'planadi va gepatomegaliya kelib chiqadi. Uchinchisi, gipoglikemiya. Gipo degani kam, glikemiya glyukoza. Demak, glyukozaning miqdorining qonda kamayishi. Glyukozaning miqdorining kamayishi qanday qilib hosil bo'lyapti? Lekin biz fruktoza metabolizmini ko'ryapmiz-ku. Fruktoza metabolizmda aldolaza B fermenti yetishmayapti, to'g'rimi? Bu ferment yetishmasdan natijasida fruktoza 1 fosfat oshib ketyapti. Fruktoza 1 fosfat oshib ketishda bu qanday hosil bo'layotgandi? Fruktokinaza fermenti orqali hosil bo'layotgandi va bu jarayonda bitta ATF sarflanib, ADF hosil bo'layotgandi. Va bu jarayonda ATF sarflanyapti, to'g'rimi? ATF kamayapti jigardagi. Umumiy ATF miqdori kamayib ketyapti va kamayish natijasida bir nechta jarayon ham o'z navbatida to'xtaydi. Qanday jarayonlar? O'z metabolizmda ATFni sarflaydigan jarayonlar kamayadi. Bu jarayonlar ikkita. Ya'ni glyukoza hosil qilish jarayoni. Birinchisi glikoneogenez. Glikoneogenez bu glyukoza bo'lmagan moddalardan glyukozani hosil qilish jarayoni hisoblanadi, to'g'rimi? Ana endi ikkinchisi glikogenoliz. Glikogenoliz esa bu glikogendan glyukozani hosil qilish jarayoni hisoblanadi. Ana endi bu ikkita jarayon kechishi uchun o'zi ATF talab qiladi. ATF juda ham katta miqdorda bo'lishi kerak va bu jarayonlar kechadi va glyukoza hosil qilib beradi. Ana endi jigar intoksikatsiya bo'lgan holatda ATF o'z navbatida sarflanib ketyapti. Va ATF sarflangandan so'ng bu jarayonlarga ATF yetmaydi va ATF yetishmasligi natijasida gipoglikemiya kelib chiqadi. Gipoglikemiya kelib chiqyapti va o'z navbatida gepatomegaliya ta'sir qiladi. Nimaga? Bu moddalar qaysi modda edi? Glikogen, laktat, aminokislotalar va glitserol, to'g'rimi? Shu moddalar ham jigarda to'planib ketadi va gepatomegaliyaga sabab bo'ladi. Keyingisi, demak, jigar zararlanishini ko'rib chiqdik, gepatomegaliyani ko'rib chiqdik, gipoglikemiyani ko'rib chiqdik. Navbatdagisi giperbilirubinemiya.
Giperbilirubinemia bu qonda bilirubin miqdorining oshib ketishi. Aynan bog'lanmagan miqdorining oshib ketishi. Normada eritrotsit o'z vazifasini bajargandan so'ng, ya'ni qancha yashaydi? Taxminan 120 kun yashaydi. Eritrotsit o'z vazifasini bajargandan so'ng u taloqqa boradi va parchalanadi. Parchalanish natijasida ichida gemoglobin tarkibida bo'lgan gem moddasi parchalanadi va bog'lanmagan bilirubin hosil qiladi. Bog'lanmagan bilirubin jigarga tashib kelinadi va bu yerda 2 mol glyukuronik kislota qo'shilish natijasida bog'langan bilirubinga aylantirilishi kerak. Ana endi jigar intoksikatsiya holatida turibdi. Bu jarayon bormaydi. Ana endi bog'lanmagan bilirubin miqdori qonda oshib ketadi va bilirubinemiya keltirib chiqaradi. Va bu ko'payish qusishga sabab bo'ladi. Sariqlik qanday kelib chiqadi? Qonda ko'paygan bilirubinemiya, bog'lanmagan bilirubin bu lipofil tabiatli modda. Lipofil tabiatli modda lipofil tabiatga ega bo'lgan joylarda to'planadi. Ya'ni o'sha to'qimalarda to'planadi. Bu bo'lishi mumkin teri yoki ko'zning shoh pardasi. Keyingisi sirroz. Agarda bu kasallik davolanavermasa, jigar intoksikatsiyaga uchrab, keyinchalik sirrozga olib kelishi mumkin. Keyingisi letargiya. Letargiya bu holsizlik. Nima uchun letargiya kelib chiqyapti? Bundan keyingi mavzularda o'tamiz hali. Uriya sikl bor. Ya'ni uriya sikli. Uriya siklida mochvena bog'lanib, tashqariga chiqarib ketish, tashqariga ekskressiya qilinishi kerak. Lekin shu jarayon ketmaganligi sababli bu endi miyaga to'planadi. Miyaga to'planish natijasida letargiya kelib chiqaradi. Keyingisi Fanconi sindromi. Fanconi sindromi bu o'zini topgan olim hisobiga nomi qo'yilgan. Bu qanday kasallik? Aytdiki, bu jarayon jigarda tushuntirib berdim, lekin buyrakning proksimal kanallarida ham xuddi shu jarayon kechadi dedim, to'g'rimi? Ana endi mana shu hujayralar ishlamasligi natijasida, ya'ni shu hujayralar ishlamasligi natijasida siydik tarkibi, ya'ni birlamchi siydik tarkibida hosil bo'lgan natriy, glyukoza, aminokislota va bir qancha ionlar ana endi reabsorpsiya bo'lib qonga o'ta olmaydi. Va ana endi siydikda bu moddalarning miqdori oshib ketadi. Tushundingmi? Qonda nimalar oshib ketyapti? Misol uchun bo'lishi mumkin glyukoza, fruktoza va boshqa bir qancha mineral moddalar va aminokislota oshib ketdi va bu jarayon Fanconi sindromi hisoblanadi. Fanconi sindromi kuzatildi, to'g'rimi? Ana endi Fanconi sindromni siydik tekshirganimiz, siydikni tekshirib, bu Fanconi sindromi yoki qandli diabetmi? Ya'ni siydikni tekshirib ko'rishimiz kerak. Siydikda glyukoza ko'paygan bo'lsa, demak bu qandli diabet. Fruktoza ko'paygan bo'lsa agar, bu aldolaza B defitsi bo'lishi mumkin. Qanday tekshiriladi? Siydik birinchi bo'lib tekshiriladi. Siydik qanday tekshiriladi? Birinchi bo'lib shakar tekshiriladi. Shakar tarkibiga nima kiradi? Shakar tarkibiga glyukoza va fruktoza kiradi. Va ikkalasi aniqlanadi. Agarda shakar musbat chiqsa, demak, siydikda rostdan ham glyukoza va fruktoza bor. Ikkalasidan bittasi aniq bor. Ana endi aynan qaysi biri borligini bilishimiz uchun glyukozani o'zini tekshirib ko'ramiz. Glyukozani o'zini tekshiradigan testlarimiz bor. Va shu testni tekshirganimizda agarda manfiy chiqadigan bo'lsa, agar bu fruktoza yetishmovchilik bo'ladi. Agar musbat kelib chiqadigan bo'lsa, agar bu qandli diabet kasallik hisoblanadi. Ana endi olaylik, shu manfiy bo'lib chiqdi deylik. Ya'ni siydikda glyukoza yo'q. Demak, bu albatta fruktoza hisoblanadi. Va shu fruktozaning ko'payib ketganligi natijasida bu kasallik kelib chiqqan ekan. Bu simptom kelib chiqqan ekan. Ana endi fruktoza ko'paygan. Bu birinchi tipmi yoki ikkinchi tip, ya'ni fruktokinaza defitsitimi yoki aldolaza B defitsitimi? Buni aniqlashimiz uchun bemorning ahvoliga qaraymiz. Agar bemorning ahvolida shu yetishmovchiliklar kuzatilayotgan bo'lsa, agar demak bu aldolaza B defitsiti. Agar hech qanday simptom kuzatilmayotgan bo'lsa, bu fruktokinaza defitsiti hisoblanadi. Ajratib olish juda oson. Keyingisi, oxirgisi esa bu aldolaza B defitsitida katarakta kelib chiqmaydi deb aytganmiz. Nima uchun katarakta kelib chiqmaydi? Bundan oldingi mavzumizda galaktoza metabolizmida galaktoza ko'zga borib, ya'ni ko'zning aynan lensiga borib, aldoza reduktaza fermenti orqali qaytarilganda va galaktitolga aylangan. Galaktitol o'z navbatida o'ziga suv tortadigan modda, ya'ni osmotik aktiv modda, o'ziga suv tortadi
o'ziga suv tortgandan keyin nima qiladi? Oqsillar denaturatsiya bo'ladi va o'sha joyda kataraktni kelib chiqardi. Lekin fruktozada bunday jarayon bo'lmaydi. Nima uchun? Fruktoza tuzilish jihatdan aldegid guruhli emas. Bu keton tabiatli modda. Aldoza reduktaza esa nima deydi? Aldegid guruhi bor moddalarni qaytaradi. Ya'ni aldegid guruhi bor moddalar qaysilar? Mana shu vosita glyukoza va galaktoza. Bu ikkalasi aldegid guruhli. Va bu aldegid guruhli moddalar aldolaza reduktaza fermenti orqali qaytariladi va o'z navbatida galaktoza galaktitol hosil qiladi. Galaktitol. Glyukoza aldegid esa aldoza reduktaza, aldoza reduktaza fermenti orqali qaytariladi va sorbitol hosil qiladi. Sorbitol hosil qiladi. Galaktoza metabolizmi buzilish natijasida galaktoza ko'payib ketadi. Ko'payib ketish natijasida ko'zga boradi va aldoza reduktaza fermenti orqali galaktitolga aylanadi va katarakt kelib chiqadi. Qandli diabetda nima bo'ladi? Glyukoza miqdori doimo yuqori bo'ladi. Va bu bemorlarda ham qonda glyukoza miqdori aylanish hazmi ko'payib ketadi va u ham ko'zga boradi va aldoza reduktaza fermenti orqali sorbitolga aylanadi va sorbitol ham kataraktga sabab bo'ladi. Lekin ko'zda sorbitol dehidrogenaza fermenti borligi sababli sorbitol keyinchalik parchalanib fruktozaga aylanib ketadi. Va buning natijasida ko'zda katarakta keyinchalik yaxshilanadi. Tushundingmi? Fruktoza defitsiti bor bemorlarda mana shu ikkita xil turida aldolaza B va fruktokinaza defitsitida qanday davolanadi? Qanday davolanadi degan savolda meva va asal cheklanadi va saxaroza cheklanadi. Va shu bilan muammo hal bo'ladi. Lekin bu asosan yosh bolalarda kuzatiladi, to'g'rimi? Chunki genetik kasallik dedik. Lekin bu jarayon amaliy qilish juda ham qiyin. Chunki bola katta bo'lish natijasida, yoshi ulg'ayish natijasida baribir ham meva yeb qo'yadi yoki qandaydir asal yeb qo'yishi mumkin va buning natijasida buyrak zararlanib, Fanconi sindrom kelib chiqishi mumkin. Tushundingmi? Aynan kelib chiqishi nima uchun? Asta-sekinlik bilan rivojlanadi bu kasallik. Lekin biz hozirda fruktoid degan tabletka chiqqan. Bu tabletka nima qiladi? Saxaroza fermenti o'zini tarkibiga joylaydi. Bu fruktoid tabletkasi shu fruktozani metabolizmga uchratib yuboradi va parchalab yuboradi. Va o'sha ferment bilan birga saxarozani ham, meva va asalni ham qabul qilishimiz mumkin. Demak, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz shulardan iborat edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.